yondirishib ko'ngil o'chog'in bilmam paymonalar to'lyapti. Yod dildoriga berib quchog'in odamlarga nima bo'lyapti? Ko'tarilib uydagi gaplar, bajarilmas qo'ygan talablar, dog' tushirib bo'yabon lablar, erkaklarga nima bo'lyapti? Uzun libos ko'rmas tomonlar, nomin yerga urdi juvonlar, yarim ochiq kiydi shaytonlar, ayollarga nima bo'lyapti? Ko'ngil xushlik, maishat paras, otasiga berar tanbih dars, shunchalar ham bo'ldimi nokas, farzandlarga nima bo'lyapti? Xiyonatga qo'ybon qadam, o'zga yurtda erlar xotirjam, sabr nima bilmagan sanam, kelinlarga nima bo'lyapti? O'qsa ham 5 vaqt namozin, nafsiga bo'lganlar taslim, yuragida shaytoniy o'yin, keksalarga nima bo'lyapti? Har ishda bor fitna g'arazlik, har joyda bor mansab parastlik, buzg'unchilik, niyati xunuk. Insonlarga nima bo'lyapti? Bolasini sotib xotirjam, hatto ko'z yosh to'ka olmaydi ham, dunyo shunga tutadi motam. Onalarga nima bo'lyapti? Pul oldida chekinib talant, sahnalarga to'plashib la'nat, jin o'yiniga aylandi san'at. Ayting, sizga nima bo'lyapti? Qo'lingizda yonmasa qalam, yig'lamasa eshitgan odam, pulga tanda qo'ydi shoir ham. Ayting, bizga nima bo'lyapti? Sardor bitib alamli so'zin yeb bitirdi o'zin qumsa buyuk shoirlar izin. Bugun siz u bizga nima bo'lyapti?